Zahriddin Flowers bilan tabiat go'zalliklarini his eting. Ushbu manzarali bog'ga nima uchun kelganimizni aytish yodimdan ko'tarilibdi. Bugun biz Landschaft Uzning navbatdagi g'olibasini taqdirlash uchun taklif etganmiz va ko'rsatuvimizning doimiy hamkori Zahriddin Flowers pitomligi tomonidan ajratilgan sovg'ani ularga topshirishimiz kerak. Eslatib o'taman, mening tajribamda sahifasida tanlov e'lon qilgandik. Unga ko'ra o'z qo'llari bilan parvarishlayotgan hind nastarini haqida video lavha tayyorlab, uni bizga yuborgan ishtirokchilar orasidan biz munosibini tanlab olganmiz va natijalarga ko'ra avvalgi dasturlarimizda e'lon qilganimdek Toshkent viloyatidan Yulduz Shermatova g'olib bo'lganlar. Assalomu alaykum Yulduz opa. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Sizni tabriklaymiz. Rahmat kattakon. Va faolligingiz uchun ham minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Chunki siz nafaqat bu tanlovda, balki qiziqarli so'rovnoma sahifasida ham doimiy ravishda ishtirok etib kelasiz, o'z javoblaringizni yo'llaysiz. Demak, bundan anglashimiz qiyin emaski, o'simliklar borasidagi bilimlaringiz yetarli, to'g'rimi? Rahmat, to'g'ri. Qachondan buyon o'simliklarni parvarishlab kelasiz? Ularga mehringiz qachon uyg'ongan? Bu gullarga hammani ham mehri yoshligidan uyg'ongan bo'lsa kerak-ku, faqat ishlab yurganim uchun, ishlab yurgan vaqtimda uncha ko'p vaqt ajrata olmaganman. Pensiyaga 2019-yildan chiqdi bu, shu hovligidagi gullarga mehrim oshdi. Qaytadan o'zim parvarishlashga harakat qildim. Nima savollarim bo'lsa, mana shu Dunyo bo'ylab kanaldagi Landschaft Uz ko'rsatuvidan hamma savollarimga javobimni olib, Muhammad Bobur Sultonov, londonlik Bahrom akani ham hamma ko'rsatgan tajribalariga asoslanib, men ham uyimda hammasini qilib ko'raman. O'zimni qo'lim bilan va natijasi yaxshi bo'lgan har doim. Xursandmiz. Landschaft Uz ko'rsatuvidan tashqari Dunyo bo'ylab telekanalida efirga uzatiladigan boshqa ko'rsatuvlarni ham tomosha qilib turasizmi? Ha, albatta, kun bo'yi shu ko'rib o'tirganimda nima deydi, borib ko'ramiz degan ko'rsatuv bor. Yana mazali taom. Sayohat. Yana taom. Mazali sayohat ko'rsatuvini ham ko'rib boraman. Juda ham xursandmiz. Borib ko'ramiz ko'rsatuvni darvoqe Shohjahon Karimov olib boradilar. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak. Demak, Shohjahon, mana Yulduz opa nafaqat bizni ko'rsatuvimizni, sizni ham o'sha olib boradigan ko'rsatuvingizni muxlislari ekan. Yulduz opa, doimiy faolligingiz va aynan bizni ko'rsatuvimizni tanlaganingiz uchun ham sizga tashakkur aytmoqchiman. Va homiylarimiz tomonidan taqdim etilgan mana shu magnoliya o'simligini sizga sovg'a tariqasida xos taqdim etamiz. Bilishimcha, siz magnoliya shaydosisiz, to'g'rimi? Albatta. Rahmat, xursand ketyapman. Va mana bu chiroyli guldasta ham sizga. Marhamat. Rahmat. Voy, rahmat sizlarga. Fikrlaringiz bo'lsa, ko'rsatuvga takliflaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Bu ko'rsatuv haqida shuni aytmoqchimanki, bizga o'xshagan hozirgi paytda hammani uyiga manzarali daraxtlar ekilyapti. Lekin uni parvarishini ko'pchilik bilmaydi. Bilish uchun yana u magazinga borib so'rab yurmaysizda, siz uyingizda o'tirib televizor orqali mana shu ko'rsatuvda siz hovlingizga ekkan manzarali daraxtlarni parvarishlash yo'llarini o'rganishimiz mumkin. Shu tomondan menga juda ham yordam berdi. Nafaqat parvarishlash, hattoki ko'paytirish yo'llarini ham o'rgatishadi. Men ko'paytirish shunga muvaffaq bo'ldim ba'zi bir narsalarda. Men qachondan beri orzu qilib yurardim. Allohimdan so'rardim, menga shu bitta magnoliya eksam hovlimga deb, mana kelaman deb yurdim. Yaxshi bo'ldi, mana nasib bo'lgan ekan. Shu bugun menga shuni sovg'a qilishdi. Xudo xolasa men buni ekib, parvarishlab, yana ko'paytirishga ham jazm qilaman. Va bir narsani aytib o'tishim kerak, mutaxassislar ta'kidlab o'tdi. Bu magnoliyani bu yil emas, kelasi yil o'sha hovlingizga ekar ekansiz. 1 yil davomida uyga olib kirib qo'ysangiz ham bo'ladi uy sharoitida, lekin hozir o'sha kerakli ozuqalar bilan to'yingan, shu sababli bu yil emas, kelasi yil bemalol o'sha hovlingizga ekishingiz mumkin. Va umid qilamizki, mana shu o'simligingiz katta bo'lib, gullaganda biz bilan yana o'sha video lavhalar orqali albatta o'zingizni qanaqa parvarishlagan usulingizni bo'lishasiz. Buni kutib qolamiz va ishtirokingiz uchun yana bir bor rahmat. Rahmat sizlarga ham. Dasturimiz esa davom etadi.
Zahriddin Flowers bilan tabiat go'zalliklarini his eting.